رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Mana Alloh taoloning fazli marhamati bilan Sha'bon oyi nihoyasiga yetib, muborak, hammamiz orziqib kutgan Ramazon kelib keldi. Muborak bo'lsin. Musulmon odam Ramazon sharifni kelishligi bilan juda bir qattiq quvonadi. Chunki bu oyda Alloh taoloning mu'minlarga bo'lgan rahmati, ularga bo'lgan fazli, karami qanchalik katta bo'lishligini biladi. Mana shu narsani his qiladi, albatta xursand bo'ladi. Rasululloh aytadilar: "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramazon, lam tu'taha ummatun qablaha." Mening ummatimga Alloh taolo Ramazonda 5 xislatni berdi. Boshqa biror bir avvalgi ummatlarda bu narsa bo'lgan emas. Siz bilan bizda bor bu narsa. Halufu famis soim atyabu indallohi min rihil misk. Ro'zadorning og'zida chiqqan hid Allohning nazdida mushki ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq. Qani xunuk narsa o'zi. Odam ovqat yemaganda og'zidan bir noxushlik keladi, ammo Alloh uchun tutib qiynayotgan kishining og'zidan chiqayotgan noxush hid ham Alloh uchun mushki ambarning hididan yoqimliroq bo'ladi. Ularga, ro'zadorlarga to iftor qilgunlariga qadar malaikalar istig'for aytib turadi. Farishtalar siz bilan bizni gunohimizni Alloh kechirishligini duo qilib so'rab turadi. Uchinchidan, Alloh azza va jalla har kuni jannatga aytadi: "Solih bandalarim mashaqqat va ozorlardan qutulib, senga kelishlariga oz qoldi" deydi. To'rtinchidan, u kunda shaytonlarning ashaddiylari zanjirband qilinib, boshqa payt qilib yurgan ishlariga erisha olmaydilar. Beshinchidan, Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning gunohlari mag'firat qilinadi. Mana o'sha Ramazonning birinchi kechasida o'tiribmiz. Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, 1 yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz, aniq ishonaylik, Alloh taolo yuvib tashlaydi. Shunda, "Ya Rasululloh, u qadr kechasida bo'ladimi shu ish?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Yo'q, xizmatchi qachon ishini tugatsa, uning haqqi to'la qilib beriladi." Bugungi ro'zani tutdikmi? Iftor vaqti bo'ldimi? 1 kunlik ro'za tugadimi? Alloh taolo gunohni yuvib kechiradi. Gunohni yuvib kechiradi. Kim Allohning rahmatiga, mag'firatiga muhtoj emas? Demak, mana shunday bir muborak oyning muborak birinchi kechasida o'tiribmiz. Kelinglar bir o'zimizga bir ahd qilaylik. Taravih namozlarining birortasini qoldirmaylik. Qur'on tilovatida hozir bo'laylik. Agar o'qishni bilmasak, toqatimiz bo'lmasa, o'rganmagan bo'lsak, eng kamida somiy bo'lib mana shu savobga ega bo'laylik. Chunki qiyomatda inson bitta subhanallohning savobiga muhtoj bo'ladi. Bitta savobga. Ana shu qadr kechasida turmaganligiga, taravihlarda turmaganligiga inson qattiq pushaymonlar yeydi. Mana birodarlar, o'zimizga bir ahd beraylik, va'da beraylik. Inechi yoshlar, mana haqiqiy ro'zadorlar sinaladigan kunlarda tutyapmiz. Hamda aytinglar, kuch-quvvatga to'lgan paytinglarda keldi. Mana shu kunda tutdingizmi? Endi qishda tutish, bahorda, kuzda tutish hech narsa emas. Mana o'zimizni sinadigan payt keldi. Uddasidan chiqamizmi, yo'qmi? Alloh taolo bu oyni hammamizga barakotli qilgan bo'lsin. Hammamizga Alloh taolo sabr bersin, amallarimizni qabul qilsin, davomiy qilsin, hamda ixlosni bergan bo'lsin. فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا Assalom muborak shahri Ramazon, assalom muborak mohi Ramazon. 11 oy sog'inib kutgandik seni, oylarning podshosi shohi Ramazon.
xush kelding muborak Ramazon oyi. Oylarning ichida ajriga boyi, mushtoq bo'lgan ko'zlar senga yetishdi, qalbni gunohlardan ozod etishdi. So'lgan iymonimiz ozgina charxlab, qoraygan qalbimiz ro'zayla poklab, arzimas jonimiz jannatga narxlab, shafoat qilarsan bizlarni oqlab, do'zaxni berkitib jannatni ochib, shaytonlar tutilar qololmas qochib, sen kelsang shaytonlar chorasiz qolib, alamdan yig'laydi ahvohin solib. Yana bir assalom qadrli mehmon, shafoat qilishga qodirli mehmon. Assalom assalom Ramazon oyi, xush kelding oylarning ulug'i boyi. Sen ila tunimiz ibodat bo'lsin, amal kitobimiz ajrga to'lsin. Ro'zalar tutibon ro'za to'ramiz, Ramazon biz seni yaxshi ko'ramiz.